Nima uchun traktorlarni ishida baraka bor, pulda baraka bor desangizlar, akalar, ertalabdan turib ishni boshlaymiz-da. Ertalabdan turib boshlangan ish barakali bo'ladi. Bugun biz Amazon Facility'dan treylerini olib, yana o'sha eng yoqtirmaydigan ishlardan biri ko'cha Facility'dan kelib yuk olish. Ishkam yopiq, faqat sarsongarchilik. Excuse me, is it shipping office? Okay. Are you working here? Yeah. When you come in, hit that button. They won't hear you knock. Okay. Thank you. Oh, my friend. Hi, boss. I come for pickup. I'm going to this location. I cannot listen to you. Do you need AR number? Amazon'da nimasini yaxshi ko'raman, akalar? Ko'rasizlar, men joyini qanaqa mayda joy. Endi men professional bo'lganim uchun menga uncha qiyin emas backup qilish. O'zini maqtayapti deb o'ylamang. Endi realnida. Akalar, короче, mana shunaqa joylarga kelasizlar. Asfalt qilinmagan, bunaqa shag'al toshlar. Qanaqa qilib yurasiz, bunaqa top-toza krossovkalaringiz kirib bo'lib ketadi. Amazon Facility'da bunaqa emasda, akalar, asfaltlarni yuvib ham qo'yadi. Ular tozalab. O'z tandemni orqaga qilyapti. Ish ko'pda, shuning uchun yomon ko'raman. Amazonda borasizlar, dab drop qildingizlar, dab pick up qildingizlar, chiqdingizlar, ketdingizlar. Bunaqa sarson bo'lib, bor, nomerini ayt, uni qil, buni qil. Ishi ko'pda. Oxirgi payt o'zi ish yoqmas bo'lib ketyapti. Amazon odamni shunaqa ish yoqmas qo'ygan ekan. Amazonda ishlaganlar biladi-da. Kirmayapti-ku, bu tandemi. Ishlamayapti-ku, akalar. Ishlay.